ichida nimalar borligini ko'rsatib qo'ymaganmisiz ishqilib? Yo'q. Yaxshiyam shu ish qilmagan ekanman. O'zi ichida nima bor, boy? Voy. Uzr kechiring. Atilabdan qilmadim. Uzr kechiring. Voy. 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 O'zlashtirgan pullari bo'yicha nimalarni bilasiz? Hammasini bilaman. Pullarga keladigan bo'lsak, meni qonuniy erim o'z qo'llari bilan menga bergan. Biz kelishuv asosida turmush qurganmiz. Nimaga shu bilan talashyapsizlar? Oyog'im tegib ketdi chelakka. Suvni to'kib yubordim. Ozgina suv ekan, artib olsam yo'q deyaptilar. Qiyin emas-ku? Opa. Hamma o'z ishini qilgani yaxshi, to'g'rimi? Tekshiruvchi kelib qolsa, bosh hamshira nima qilib shu obra ko'tarib yuribdi deydi. Mansurbay, o'tirib turing. Men kirib chiqay xonamga. Hop. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jahongir ishga keldimi? Yo'q. Haligi bugun ishga ishlarga borish kerak ekan. Shunga kech kelaman dedi. Kelib qolsa xonamga kirsin. Xo'p bo'ladi. Qani sherigingiz? Do'konga chiqib ketgandi. Ish paytda-ya. Bu bosh taglanmasin, tamom. Xo'p bo'ladi. Jahongir kelsa, kirsin oldimga. Xo'p. Assalomu alaykum. Nodira Va alaykum assalom. Vaqtli kelibsizmi? Ha, bilasizmi? Ishga barvaqt kelib o'rganib qolganman. O'zingiz yaxshi kelyapsizmi? Ha, sizga o'xshab vaqtli kelishga harakat qilyapman, lekin uddasidan chiqa olmayapman. Shu uyda bolalarga qarashim kerak. Bo'lmasa, 3 ta erkak hamma yo'ni rasvosini chiqarsa kerak. Matlubaxon. Biram baxtlisiz, ey. Inson baxtni o'z qo'li bilan qurar ekan. To'g'ri. Mehnati bilan. Ha, men haligi ishni nimadan boshlashim kerak deb so'ramoqchi edim. Hayronman opa. Chelak supurgi narsalar qayerda turadi? Odam xijolat bo'lar ekan opa. Yo'q. Nimaga xijolat bo'lasiz? Ishmi ishlash kerak. Ha, mayli, sizni noqulay ahvolga solib qo'ydim. O'zim toparman. Mayli, yaxshi ishlang. Siz ham. Xo'p, charchamang. Xo'p. Orzularingiz tomon xush kelibsiz-da, aka. Xushvaqt bo'ling. Bu yerda bilasizmi qanaqa joy? Ha, bilaman. Haddidan oshganlarni o'ziga keltirib qo'yadigan joy. Opa ham rosa quturdilar-da. Shunaqa. Odamzod o'z boshiga o'zi yetadi. Uni nafsi o'zini boshiga yetdi. Agar oilaviy qamalishsa, qiynalib qolsa kerak. Kelinini qamashmasa kerak. U ma'muriy javobgarlik bilan qutulib qoladi. Bo'lishi mumkin. Har bir odam o'z aybi uchun qamaladi. O'sha dovdir kelini yordam bermaganda, biz buni qo'lga ola olmasdik. O'zi ham qaynonasini tikka sotdi. Hamma kirdikorlarni ochib tashadi. Mayli, opani bir suhbatni olaylikchi. Xush kelibsiz. Xursandmisiz? Niyatingizga yetdingizmi? Shu kunlarni ko'rishni orzu qilgan edim.
va men orzuyimga yetdim. Nimaga kelding? Seni hech nimayni olmaganman. Ma'naviy zarar yetkazdingiz. Boshqacha-yu, ma'naviy. Asab ketayman. Nima xohlayapsan? Kompaniya pulini o'g'irlagan deb men ariza berganman. Men o'g'irlamaganman. Chol o'zi bergan, o'zi qo'l qo'yib bergan. Alo. Qayerda yuribsan? Senga aytgandim-ku, Sodiq Turg'unovich keladilar deb. Bugun uyda bo'laman degandilar. Mazam yo'q degandilar. Hamma pullarni Nazokat Botirovna olib qochib ketibdi. Shunga mazasi qochgan ekan. Nazokat olib qochganidan xabarim bor, opa. Hozir turmada o'tiribdi. Sen qayerdan bilasan? Nimaga bilmayman. Mayli, tezroq kelgin. Hozir yana qaytib kelsalar nima deyman? Borgunimcha choy-poy damlab berib turing. Hozir boraman. Boshliq choy ichmay qo'yganlar. Bo'pti, tezlash. Chol hech qachon hech qaysi xotiniga 5 milliard berib qo'ymaydi. Sen o'g'ling bilan qilgansan bu ishni. Xodimlarni maoshidan kesib qolib, o'zingga o'tkazgansan. Ana o'sha pullar ishchilarning pullari. Teshib chiqadi deb o'ylamadingmi? U pullar meni erimni pullari. Erimni pullar meni pullarim. Agar sen oyog'imni tagida o'ralashmaganingda, rejam amalga oshgan bo'lardi. Pullar meniki bo'lardi. Keyin uni o'ldirib, boy beva bo'lib yurarding-a? Ichimsiz boyota, ichim. Sendaqalarni juda ko'pini ko'rganman. Afzal Sultontillayevich, bu ayolni taniysizmi? Albatta. Bu ayol kompaniyamiz malikasi bo'ladilar. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोंगो ब्रो ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। सोंगो ब्रो ड्रामे की इस एपिसोड के इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो कि दो आदमी होते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए होते हैं और वो अपने मरीज़ को वहाँ पर लेकर आए हुए होते हैं और उनका मरीज़ जो है उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो उसकी वजह से परेशान होते हैं। और यहाँ पर एक मेहमान भी आ जाता है और वो आकर उसके पास बैठ जाता है और कहता है, हाँ बताओ अब तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है, क्या वो ठीक है, क्या वो चल फिर सकता है? तो वो कहता है जी जी बिल्कुल वो ठीक है, पहले से अब थोड़ा बहुत चल फिर भी लेता है और खा पी भी लेता है। पहले तो एकदम से ऐसे हो गया था जैसा कि उसके जिस्म के अंदर सांस भी मौजूद ना हो और वो बेजान हो चुका हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी देखभाल की है और अच्छी देखभाल की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप पहले से कोशिश करेंगे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है और जो है अपने आप को अच्छा नज़र आ रहा है क्योंकि पहले तो वो एक सदमे में चला गया था। यहाँ पर चला के उसका दोस्त वो कभी भी दोबारा जो है वो अपने कदमों पर चल फिर नहीं सकेगा और ना ही कहीं वो आ जा सकेगा। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है वो पहले से बेहतर है
اپنے آپ کو بہتر فیل کرتا ہے, چل پھر سکتا ہے اور وہ کمال کی بات ہے چلنے پھرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. جو زاویار صاحب ہے وہ مان جاتا ہے بہت زیادہ ہے کہ انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح ہی کریں گے جس طرح یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے لیکن کہ اس نے چلنا پھرنا بھی شروع کر دیا ہے, کھانا پینا بھی شروع کر دیا ہے. اب وہ دیکھنا دن پر دن اور یہ ہوتا چلا جائے گا, ٹھیک ہوتا چلے گا, اپنے آپ کو بہتر فیل کرے گا. جو ہے وہ دوست کہتا ہے کہ میری بات یہ کہا اچھی طرح سے دھیان رکھنا تم, تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی مشکل ہوگا اور ہمارے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہوگا. اچھی طرح سے خیال کرنا اور ڈاکٹروں سے اس کے جو انجام دینا ہوگا. تو یہ سب باتیں صحیح مان جاتے ہیں اور کہ یہاں پر ہو کہ کچھ سمجھ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو نہیں پرہیز کرے جن چیزوں سے اسے نقصان ہو رہا ہے انسان کو. تو یہاں پر ہمیں ایک صاف کرنے والی اور نرس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ دونوں ہاسپٹل کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو یہاں پر وہ دونوں عشق پہ گا رہی ہوتی ہیں اور کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے ہاسپٹل کے اندر تمام کے تمام مریضوں کا اچھے سے خیال رکھا جاتا ہے اور ان کی ہر چیز کا جو ہے خیال رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ خدمت لوگوں کی خدمت کرنا انہیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے دونوں کو. اور دونوں اسی بارے میں ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں. تو ایک جو ہمارے پاس وہ مریض آیا تھا پچھلے دن جو بولتا چلتا ہے ان کا کھاتا پیتا نہیں تھا, چل پھر نہیں سکتا تھا. اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہے. اور دیکھنا ایک دن وہی شخص ایک ایسے مقام تک پہنچ جائے گا کہ وہ صحت یاب ہو کر یہاں سے گھر جائے گا. تو دوسری کہتی ہاں بالکل وہ لڑکا ہے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ بہت ہی اچھے سے اس پر کام کر رہے ہیں اور ہمارے ڈاکٹرز بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو یہاں پر آئے وہ صحت یاب ہو کر ہی واپس جائے. یہ نہ ہو کہیں کوئی یہاں سے شفا یاب نہ ہو اور اس طرح سے وہ سب لوگ اس کی بات ہمارے بات پر رمن ہو جاتے ہیں اور یہ سب جو ہیں ایک دوسرے کے اچھے دوست بن کر رہے ہیں. تو دوسری کہتی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے, مل کر رہنا چاہیے. اسی طرح سے ہی ہم ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں. اور دوستوں اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے. میں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے ریویو کے اندر. اللہ حافظ.